mana katta yo'l, mashina yo'l ustida turibdi. Mana qo'yib qo'ygan. Mana u mashinasi ham mana turibdi. Ko'ryapsizlar mana. Nima qilishga ham hayronmiz. 11:30 bo'ldi, yana beton olib kelib beton quyishyapti. Oxirgi marta deb ogohlantirish berildi, lekin hech qanaqa foydasi bo'lmayapti bular bilan. Qanaqa ishlasa bo'ladi? Mana aholi ko'chada turibdi, uxlamagan. Mana bemalol bular ishini qilyapti. Mana Aholi ertaga ishga borishi kerak. aholi ertalab biz ishga borishimiz kerak. Yoshi kattalar bor, kasallar bor bu yerda. Ular nima qilsin? Bu qurilish mana Bahrom bu invest. Murojaatimiz shu, hokimiyatdagi o'tirganlar, o'rinbosarlar, iltimos bizga yordam beringlar, nima qilishimiz kerak? Endi bir-birimizdan pichoqlashib, mashqda janjal qilib bir-birimizni o'ldirishimiz qoldi. 229 ga asoslanmagan mana ko'cha to'la musor, mana ahvoli tayin, yuvmaydi mashinalarni. Mana bemalol bular sigara chekib turadi, sigara chekish mumkin emas deb osib qo'ygan. Texnika sizga rioya qilmaydi.